Yo'q, hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bakimcha bugun Minecraft serverida e, bugun biz Article serverida sanalga chiqaramiz. Qanuni let's go. Birinchi bo'lib videoga like, obuna, podpis olishni esinglardan chiqarmaymiz. Xo'sh, birinchi bo'lib biz hozir uyga borib olish kerak bo'ladi. Xo'sh, sizlarga nimadirlar olib qo'yamiz. Qani. Boshiga oddiy shalkir kerak bo'ladi. Ozgina tamom bo'lib qolgan, uzr so'rayman. Yangi videolar tezroq chiqadi, chunki ba'zida videolarim chiqmay qolib, sabablari bor. Juda ham ko'plab sabablari bor. Endi esa biz nima qilamiz? Bu hozir qaysi setni bersa bilaman, temir setni beraman. Cho'tkalar, o'lmaysizlar bunni. Set esa beraman. Davay set esa beramiz sizlarga. Cho'tka set esa beramiz. Sitesi hiçbir yok oldu da. Sizlardan uzr so'rayman, chunki bu yerda men turist olishgan XP'ni ko'rmay qolman. Albatta sizlardan uzr so'rayman. Qanonni videoga qaytamiz. Let's go. Set qo'yman. Lekin biz buni qilib qo'yamiz. Bundan bitta qo'ysak yetdi. Bundan qo'yamiz ona ikkitadan. Plus totem kerak. Totem. Totem. Albatta elektr olamiz. Yana joyga qo'yib qo'yadi. Birovniki, mayli. Demetramiz. Xo'sh, nima bor ekan o'zimni. Yarim stekda mana ikkita qilib bunday qo'yib qo'ysak, mana ikkita pastiga yana nimadir qo'yish kerak. Opit qo'yish kerak. Opit maktab bo'lish kerak edi. Opit ham kam emas, juda kam. Ikkitagi olamiz bu yoqqa. Joyga qo'yib qo'yamiz. Va endi nima qilamiz? Xo'sh, men sandiq ochaman. Vizari kallasi ikkita, 3 ta qo'yamiz. Bosirishlar ham kerak bo'ladi. Ikkita netherite va mana yarmini olib yarmini qo'ysam, bitta ikkita bo'ladi. Xo'sh. Izmirdan kerak emas-ku, shuni izmirdan o'rni mashina qilamiz. Buni joyiga solib qo'yib, buni men yoqqa qo'yaman. Sizlarga berishga nima bor yana? Buni oltin olmay so'rasizlar. Albatta, kanishni sizlarga olma kerak bo'ladi. 6 tadan qo'ysak yetadi. Albatta 6 ta qo'yganmiz. 6 ta qo'yamiz. Xo'sh, endi sirol turadigan umiddaman. Endi nima qo'ysak bo'ladi? O'q qo'yamiz. O'q kerak bo'ladi sizlarga. Mana bitga yarmi. Xo'sh, yana mana ikkita joyga qo'ysak bo'ladi. Bu yerga nima qo'ysak bo'ladi? Mana plastik qo'yamiz keraklar. Endi shalkerimiz qani? Shalker olaman. Nima bo'shroq qo'yamadim hali. So'rmadim yoqqa. Yo'q, so'rmadim. Men yoq so'rdim menga. Bu bo'ldi shalker qidirish boshlandi. Mana keyin shalker qo'yamiz. Hammasi buzildi. To'g'rilaymiz endi. To'g'rilayman. Kelimni qo'yaman. Buni qo'yardik. Mana ikkita yoqqadir. Bunda bu yoqqa qo'yadi. Mana shunday edi. Bu yoqqa ham bo'ladi. O'rtaga bitta totem edi. Bu chetga bular edi. Ilim mana budi keyinchi. Mana nima yoqqa. XP bilan nima yoqqa. Keyin bilan bunaqacha qo'yib chiqsak. Elementlarni nima yoqqa qo'yaman. Va o'qni bunda bunday qo'yamiz va bo'ldi. Mana hisob qo'yadi. Ko'rganlaridagi bugungi lutimiz sizlarga mana shu bo'ladi. Endi buni olamiz.
va ertaga birorta yaxshi koordinataga bekitib qo'yamiz. Workbenchmidi? Mayli. Avvalo men shalkani yashirdim va buni koordinatachini yechishni boshlayman. Sizlar esa ungacha videoga like, obuna, podpis bosishni esinglardan chiqarmanglar. Qanunni men koordinatasi yechishni boshladim. Mana -550 ga 550 bu koordinatada xuddi mana shu yerda anaqamiz bor. Xuddi mana shu yerda shalkimiz bor, mana ko'rib turganinglardek bor. Buni yapamiz, buni qo'yamiz. Albatta mana shu yerga kelib olib ketaverasizlar. Ungacha esa xayr. Olganlar bu shilkirni olganlar albatta kommentariyaga nikini yozib ketsin. Xursand bo'laman. Kelasi so'rovda sandiq ochamiz qanunlar